Ovqat ham o'zimga turib qoldi shekilli. Voy oyijon, bering men qilaman. Uzr oyijon, ozgina ko'zim bilan qopti. Voy, obed bo'lyapti. Qornim ochib ketdi, bilmasizmi shuni? Oyijon, ertalab turib generalniy uborka qilgan edim. Ozgina charchab qolgandim. Voy, tavba. Bizani uyda nima ham ish bor edi? Biz paytda ertalab baxtli turib, sigir buzoqlarga sutlarni sog'ib turardik. Tez-tez bo'la qoling. Odamning qorni ochib ketdi. To'g'ri. Uyda nima ish ham bo'lardi? Yaxshi, ishdan ham kelib qoldik. Bugun uyda nima qildinglar endi? Uylarni tozaladim, bolalarni cho'miltirdim. 2 mahal ovqat qildim. Ozgina charchadim desa. Uyda o'tirgan odam ham charchaykanmi? Sen miyangni ishlatgan, bari uyda o'tiribsan-ku. Bizga o'xshab ko'chada ishlab kelsang, to'tlab orar ekansan-da. Voy, nima ekan bu? To'g'ri desa. Odam shunga ham charchash ekanmi? Bekor aytdim, charchadim deb. Yaxshi gapirarkanmi deb o'yladim. Siz ko'chaga chiqib ishlab kelsangiz, ayolingiz ham uyda o'ynab o'tirmaydi. Ayolingiz uyda ishlaydi. Ikkala uylar farqiyle siz mehnatingizga yarasha pul olasiz. Ayolingiz tekinga sizlar uchun beminnat xizmat qiladi. Ayolingiz oilaga shirin so'z, "Seni sevaman, rahmat senga onasi" deb qo'yish. Qachon ayolinglarning oyligini berdinglar?